Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana bugungi bloklarimiz Jizzax viloyati Qovg'orolga ketyapti. Mana teshiklik bloklarimiz ketyapti. Bloklarimiz ham bor. Bularning narxi 28.000 so'm. 28.000 so'm. Buni narxi nimaga, misol uchun bir xillar bunga nisbatan qimmat deydigan bo'lsa, buni ishi juda ko'p. Ichiga misol uchun bir xillar o'ylaydi, rastvor nisbatan butun blokka nisbatan kam ketadi deydi, lekin buni ancha ishi ko'p. Bunga turbani yog'lash ham, qo'yish ham, ajratish ham. Bu abishni bloklarga nisbatan qimmat qo'yiladi. Bolalarga qimmatga qo'ydiramiz buni pastda bir o'rgana ziyoratga. Chunki sabab ish ko'pligi uchun. O'shaning uchun buni narxi qimmat. Bular asosan burchaklarga beton kolonnalar o'rniga qo'yilib, ichiga beton qo'yiladi. O'shanda har bir burchakka 3 tadan tumba tushadi. Abishni bloklarimiz mana shular, mana 25.000 so'mlik bloklarimiz. Jizzax viloyati Qovg'orolga 4 mingta zakaz, 3,5 mingta abishni, 3,5 mingta 500 ta teshiklik, 3,5 mingta abishnilik bloklarimiz ketyapti. Mana tomondan meshalkalarimiz yasalyapti, chala qolgan. Bu bizlar ham meshalka ham yasab beramiz. Qolip tayyorlab beramiz. Trabilka yasab beramiz. Qolmasa mana shu ishga yo'lga qo'yib beramiz. Agar mana shu ishga qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Meshalkamizning narxi 30 million so'm, qoliplarimiz 3 million 300 ming so'mdan. Elkamiz 6 millionlik, 12 millionligimiz bor. Elaklarimiz 3,5 milliondan. O'shandan o'zingiz hisoblab olaverasiz. Sizga nechta qolip kerak bo'ladi o'shanga qarab. Bizda hozir ikkita meshalkamiz bor. Pastda 30 ta qolipimiz bor bizlarda. Agar endi ishda boshlaganlarga kamida 12 ta qolip bo'lsa, 12 ta qolip bitta meshalka bilan ishda boshlasa bo'ladi. Trabilka o'sha ishlar bilan. E'tiboringiz uchun rahmat. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga qoldiring. Albatta javob qaytaramiz yoki bizga aloqaga chiqing. E'tiboringiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosing, yoqmagan bo'lsa dislike.